darajaga yetishishiga avvalambor ota-onam hamda ustozlarim sabab bo'lishadi. Hamda bu jonidan duolardi. Ya'ni men maktabda ish boshlaganimda laborant bo'ldim, laborantlikdan universitetga o'qishga kirganimdan keyin institut oliy ta'limga o'qituvchi darajasiga erishdim. Maktabimizdan to'g'ri bolalik davrini eslasam, bu davrga qaytgim keladi. Baribir maktabga chiqqan paytlarim, o'qigan paytlarim hamda o'zimni ustozlarim bilan birga teng barobar hamohang qilgan paytlarim judayam hozir esimga tushdi desam bo'ladi. Judayam esladim o'sha davrlarni. Mayli ko'p ustozlarim o'tgan, uni qatnashga olgan bo'lsam, ustozlarim